25 mingdan past. Ha. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar xuddi shu joyda SVM G03 mashinamizni odamlar bilan narxlatgan edik. Endigi navbat SVM G01 restylingga. Bo'lmasa odamlarning fikrini o'rganamiz. Italiyani brendi hisoblanadi. Xitoyda ishlab chiqarish. Keling ishkallarni ham ko'ramiz. Panorama ton, panorama luk, 360 kameralari, 5 ключевой доступ bor. Shu mashinani necha pul deb o'ylaysiz? Mashinamiz 5 kishilik bo'ladi. 25-26 bo'lsa kerak. 25-26 ming dollarda. Ha, atrofida. Shu atrofda. Masalan, necha pulli deb o'ylaysiz? Fikringiz kerak bo'ldi. Xo'p, mashinamiz SVM G01 restyling bo'ladi. Bu 40 mingga bormasa kerak? 40 ming. 40 ming dollarlarga. Ha. Ancha lekin baland aytdingiz. Baland. Ha. Pastmi? Ha, 40 mingdan past. 25 ming. Yana baland aytdingiz. 25 mingdan past. Ha. Hozir kundagi asl narxi 258 million 510 ming so'm. Примерно shunaqa 350-300 million. 350-300 million. Aka, ozgina adashdingiz. Hozir kundagi narxi 258 million 510 ming so'm. 17-20 atrofida bo'lsa kerak, adashmasam. 20 ming? Atrofida. 20 ming atrofida. Agar mashinamiz qiziq bo'lsa, bemalol o'sha avtosalonga tashlab yurib, o'sha to'lov bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz mumkin aka. Zo'r. Havasim keldi, endi Xudo xolasa olarmiz. Xudo xolasa aka. Inshaalloh. Inshaalloh. Rahmat aka, kattakon. Mana ishingizga rivoj.